O'zlari ham boshqacha ekanlar ekan. Sevdim men bir ko'rishdan sevdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka, ismingiz nima? Sanjar aka. Sanjar. 1 minut vaqtingizni olamiz. Bizga challenge. Bitta surat ko'rsataman, bitta qizni. 1 dan 10 gacha baholaysiz. Nima ish qiladi? Keyin necha yoshdaligini topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p aka. Xo'p. Xo'p, mana shu qiz necha yoshda deb o'ylaysiz? 19 yoshda. 19 deb o'ylaysiz. Xo'p. Nima ish qiladi deb o'ylaysiz? Menimcha shu bloger yo model bo'lsa kerak-da. Model yo bloger deb o'ylayapsizmi? Xo'p. 1 dan 10 gacha necha baho bergan bo'lasiz shu qizga? 11 bergan bo'ladi. 11. Sababi nimaga? Nima sabab? O'zlari ham vaqti takoy ekanda. O'zlari ham boshqacha ekanlar ekan. Sevdim men bir ko'rishdan sevdim ekan. Sevib qoldingizmi deyman-da? Ha, shuni yonimda bo'lsalar qo'llarida jon bersam-da hozir. Sizlar qanaqa fikrda? Kommentariyaga